Imomotada. Zo'r joyda, gaz, suv, svetlari bor. Hamma sharoiti bor. Pashta hisobda 4,5 sotiyda, do'stlarim. 50 ming dollardan ham kami bor. 48 ming dollar kami bor. Olarmi deylar? Qani videoni kuzatib turinglar. Qani ketdik bo'lmasa. Birinchilarga uyda qizil kitobidan boshlaymiz. Ya'ni qo'limda inshaalloh yuridik toza qizil kitoblari bor. Bemalol tekshirib olasizlar. Bu uyga kirishdan oldin sizlarga men mana bu suvlarni ko'rsatib o'taman, qaranglar. Eshigimiz taylarida oqim suvlarimiz, hattoki mana shu ariq sizlarga aytgan sotiladigan uyimizni ichidan ham o'tgan. Mana shu yerdan to'g'ri chiqadigan bo'lsanglar, shunday Imomotaga chiqasizlar. Ya'ni masjid bor, Mahmudjon domlaning masjidi. Shuni oldidan chiqasizlar, do'stlarim. Hozirlarga bir qator adreslarni ham aytamiz. Hozircha qani qizil kitobga qarab turib yuringlar ichkariga. Mahallani ko'ryapsizlar, shovqin emas, chiroyli mahalla, zo'r, skvoznoy mahalla emas. Mahallani hisobda oxirrog'i bo'lyapti ekan. 48 ming dollar kami bor. Qanday mazza, do'stlar. Shab avvalinglar. Mana uyda qaranglar. Juda ham zudlik bilan sotilishi, juda ham zudlik bilan. Mana kirganimizda 10 qo'limizga chiroyli qilib 1, 2, 3 ta, pashti 4 ta xonaga moslashtirib mana vremengan solib qo'yishgan ekan. Mana bu mahallamiz bo'ladi mana. Endi shunday kiramiz. Uyimizda barcha sharoitlar bor. Ya'ni mevali daraxt desanglar bor. Bo'ldi mana shu yerdan shunday burilsanglar, bog'da do'stlar qaranglar. Mana jimlik qaranglar, qushlar sayrayotgan, suvlar oqayotgan, gazlar kelgan. Do'stlar, xohlasanglar-chi do'stlar. Mana shu holatda yashasanglar ham bo'laveradi, chunki 6 tachami, 5 tacha, 6 tacha xonasi bor dedi mana. To'liq xonalari bor. Mashinalarda yaroqli hammasi. Xohlasanglar buni buzib yuborib turib, do'stlar, boshqatdan yangi proyekt bilan qilsanglar ham bo'laveradi. Mashalloh, uyning go'zalligini qaranglar, salqinligini qaranglar do'stlar. Haminglarga nasib qilsin, 48 ming dollar kami bor. Qanchaga berib olar ekan, do'stlar? O'zimga ham qiziq bo'lyapti. Qo'lga tegsangiz qancha ekan? Mashalloh. Mana gapga usta, gapga chechan akalarimiz, opalarimiz bo'lsa, yaxshigina kamitib olsanglar bo'laveradi, do'stlarim. Mana boya sizlar ko'rsatgan haligi katta arig'imizdan bir bo'lagi mana. Mana suvlar oqadi, va mana uyimizda orqa tomonda tandirlarimiz. Masjid desanglar bor, oldinglarda Imomota. Bu yoqinglar 18 svetoforga tushib qolasizlar. Yo'lni bo'yi juda ham yaqin. Juda ham zo'r holat. Endi mana bu yerda ham bir banya qilaman desanglar, semenli banya. Sanuzul u bilan qilaman desanglar, bu yerlarda ham joylarimiz bor. Mana bu hojatxona bo'lsa, mana aynan shu devordan ekan. Endi to'sasizlar, do'stlar. Bo'ldi, chiroyli qilib qo'linglar gul remont qilib olasizlar, do'stlarim. Boya sizlarga ko'rsatgan joyimiz mana yo'ligimiz. Endi kirasizlar, mana kirganlarda mana 10 tomonimizga boya bog'imiz mana. Mayerimizda mana bunday boya tandirni ko'rsatgan joyimiz, tandirxonamiz. Mayerimiz mana marhamat turgan joyimiz va boyaga yo'ligimiz mana. Dush qilasizlar degan joyimiz, ya'ni masherimiz. O'na. Ko'rdilar do'stlarim. Ammo tomon bo'lsa manerimiz mana. Mana bu yo'ligimiz bo'lsa, uzun yo'lakchamiz. Mana shu yo'ligimiz bo'ladi men do'stlarim. Bu joyimiz Qirg'iziston O'sh shahri. Ya'ni Imomotaga kelganinglarda 18 svetofordan do'stlar Adirga burilyapmiz. Hozir yo'llar remont bo'lyapti. Inshaalloh zo'r bo'lib qoladi, do'stlarim. Shu Adirga to'g'ri kelayotganimizda Mahmudjon domlaning masjidi bor, ya'ni chap qo'lga kirganinglarda. Shu chap qo'lga shunday kirib turib, masjidni o'ziga kelganinglarda sirazi 10 qo'l ko'cha bor. 10 qo'lga burilasizlar. Ya'ni ushbu videolarda ham ko'rsatib qo'yamiz. Bu videoda biz hozircha yo'l yopilligini hisobiga etikchi tomondan keldik. Shevchenko maktab tomonidan keldik. Mana videolarda ham bemalol kuzatinglar. Ro'pparamiz Guzar magazindan, Go'rbanadan to'g'ri chiqqan mana. Hozir bu yerlarda ham mashinalar yuribdi ekan, mana. 10 tomonimiz Banisa tomoni, Ablanstoy. Biz mash turishda chap qo'lga yuramiz. Guzar tomondan chiqsanglar ham unda 10 qo'lga yurasizlar ekan, do'stlarim. 10 qo'lga yurib mana to'g'ri kelaveramiz. Mana oldimizda Shevchenko maktab mana chap qo'limizda. Bu maktabdan ham o'tamiz. Shu yo'ldan to'g'ri boramiz, chap qo'limizda masjid keladi. Ya'ni shu masjidning oldidan ko'cha bor. Ya'ni bu ko'chamizning nomi Baratov ko'chasi 3-xonadon ekan. Baratov ko'chasi 3-xonadon. Do'stlar, telefon raqamlarimizni yozinglar. Raqamlarimiz
990 bilan 3 ta 46. Qaytaraman. 990 bilan 46, 46, 46. Mana bu mahallamiz bo'lsa, do'stlar, ana shu yerdan peshkom yuradigan bo'lsanglar, mana shu yerdan tevaga shunday chiqadigan bo'lsanglar, haligi imomatlardan Yusufxon domlamiz bor. Shu domlamizning masjididan oldidan chiqsanglar ham bo'laveradi mana.